YouTube'da videolaringiz direktga chiqmayapti. Unda meni maslahatim sizga aniq kerak. Xo'sh, YouTube 2026-yildan unga Gemini qo'shilishi tufayli unda o'ta katta o'zgarishlar bo'ldi. Nega YouTube'da pasayish bo'lishi kerak? Siz YouTube'da o'zingizga kerakli videoni tanlay olmaganligingiz sabab yoki bitta video o'chirdingizmi? Masalan, mana shu ko'rsatkichlarda men topgan daromadim minus daromad ko'rsatilgan. Mana shunday to'g'ri yo'nalishda shunday bo'lishi kerak. YouTube'da shortsdan ham daromad qilsa bo'ladi. Shortsni sifatiga, videoga qarab unda ko'tarilish paydo bo'lishi mumkin. Hozir YouTube'ga Gemini ulandi. Gemini hamma sizni qo'ygan shortsingiz, katta videolaringizni bittadan ko'rib chiqib, unga baho beradi. Ikkinchisi, YouTube'ni to'g'ri videoni joylash. Hozir uni ko'rsatib o'tdim. Masalan, siz boshda ochganingizda kanalingiz mana shunda bo'lsa, mana shunday o'tishi mumkin. Va siz daromad qila boshlaysiz. Katta qilib siz o'ylanib ko'rishingiz mumkin. Knopkani olishingiz tufayli 100 ming obunachi kerak. 100 ming obunachini qanday topsam ekan deb o'ylanishingiz uchun 4 ming soat 1000 podpiska yanglashingiz kerak. YouTube'ingiz xuddi mana shu yo'nalishda ketishi mumkin. Xo'sh, video yoqqan bo'lsa oldindan obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.